Assalomu alaykum. Hozir mazali, juda ham mazali salat tayyorlaymiz. Qani boshladik. Birinchi bo'lib salat bargini to'g'rab oldim. Keyin vichinani to'g'rab olamiz. Ketma-ketlikda to'g'rab olaveramiz hammasini. Mana vichinani ham to'g'rab oldim. Endi bodringni, tuzlangan bodringni to'g'rab olamiz. Mana tuzlangan bodringni ham to'g'rab oldim. Endi pomidorlarni to'g'rab olamiz. Mana pomidorni ham to'g'rab oldim. Endi marinadlangan shampinyonni ham to'g'rab olamiz. Mana hammasini to'g'rab oldim. Endi zelyoniy gorokni ham sovuramiz. Endi zaytun yog'i ham solsak, juda ham mazali chiqadi. Tabga qarab solamiz. Juda ham shirin va juda ham mazali chiqadi. Va hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana azizlar, mazali salatimiz ham tayyor bo'ldi. Mana azizlar, salatimiz ham tayyor bo'ldi. Qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham mazali salat. Hammaga yoqimli ishtaha.